Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hozir Armanistonning poytaxti Yerevan shahridamiz. Yerevan shahridagi jome masjidni tomosha qilamiz. Hozir bu jome ko'k jome deyshadi. Moviy ko'k jome. Armanistondagi hozir yagona jome masjid bo'lib 200 yildan ziyod oldin qurilgan. Armaniston avvallari musulmon shahri bo'lgan bu Yerevan shahri. Yerevan viloyati forslarga va turklarga qarashli bir viloyat bo'lgan, shahar bo'lgan. Mana shu yerda 70 dan ziyod, ba'zi manbalarda 300 dan ziyod jome masjid bo'lgan. Sovet bu Soyuz davlati kelgandan keyin butun masjidlarni, jomelarni, madrasalarni chappa qilib, yo'q qilib, vayron qilgan. Faqatgina hozir kunimizda mana shu ko'k jome qolgan. Shu ko'k jomeni hozir ichini birgalikda inshaalloh taolo aylanib chiqamiz. 90-yillarda Eron Islom Jumhuriyati tarafidan bu jome qaytadan rekonstruksiya qilinib hozirgi holatiga keltirilgan. Ya'ni bu yerda Shia mazhabiga e'tiqod qiluvchi birodarlarimizning masjidlari bo'lib, ana kutubxonasi, bu yerda kelib mutolaa qilib kitob o'qib o'tirsa bo'ladi. Armanistonday joyda mana yagona bo'lsa ham masjid. Bu ayollar haqida ko'rgazma qilishibdi. Eron Islom Respublikasidagi mehnat qilayotgan ayollar barchalari hijobda, raqqosadan tortib sportsmen, mana bu samolyot, bu shofyor, bu mana payvandchi, jarroh, davlat odami, sayyoh, mana har xil toifada. Bu eronlik ayollar haqida ozgina ko'rgazma surat qilishgan ekan. Bu yer shunaqa ko'rgazma surat joyi. Mana bu taraf erkaklar uchun kutubxona, alohida Eron bayrog'i. Mana bu taraf esa ko'rib turganingizdek pardalangan. Bu ayollar uchun kutubxona. Hech kim yo'q ekan. Mana butun boshli kutubxonani ikkiga ayirishgan. Bu masjidning tuzilishi, hovlisi, bu kulliya bo'lgan. Masjid to'g'rida ro'paramizda. Bu tarafda esa hujralar. Avvalgi O'rta Osiyo va Eron me'morchiligini esga soladigan tarzda qurilgan. Bu taraf esa hozirgi kutubxona qismi, avval madrasa bo'lgan. Hozirda esa mana shu shaklda nima qilinadi? Bu Erondagi Eron deyman, Armanistondagi qahvaxonalar kichik-kichik. Hamma joyiga qo'yib tashlangan avtomat tarzda. Ana bu hujralari, agar iloji bo'lsa ichini ochib ko'rish mumkin bo'lsa, ichini ochib ko'ramiz. Mana bu ochiq ekan. Ichida nima ekan hozir? Здравствуйте. Доктор Шапур Лутфи. Здесь стоматолог, да? Да. Остальные часть мечеть, да? Или как? Мечеть и класс. А сейчас работают эти классы? Да. Хорошо, спасибо вам. Erondan sayohatchilar, arab davlatlaridan sayohatchilar kelganda shu yerga kirishar ekan. Bu shu hujralarni har xil qilib bo'lib tashlashgan. Ba'zilarini stomatolog, mana bu taraf sinf, doktorxona. Forscha darslar bo'lar ekan bu yerda. Tibbiyot kollejiga o'xshab ketdi. Eron va Armaniston o'rtoq assotsiatsiyasi asosida bu yer ishlatilar ekan. Armanistondagi shu masjidga Eron asosan qarar ekan. Bu imom xonasi.
imomning kabineti. Daftari imomi jamoat. Komnata imom jamoati. Assalomu alayka ya Abdulloh al-Husayn. Allohumma zil va qo'lmadan. Tarafni davom etamiz. Eroncha bir nima yozib qo'ygan. Klasi omuz zaboni forsi. Fors tilini o'rgatuvchi sinf. Ahrana. Ana. Assalomu alaykum. Tarafim hojatxona, tualet, to'ratxona. Bu o'rtada bog'. Bu erkaklarning kirish qismi, u tarafda esa mana bu masjidning katta eshigining oldida ayollarning kirish qismi bor. Masjidning u tarafi xuddi ko'rib kelganimizdek alohida hujralar shaklida bo'lib ketgan. Mana shuni hujralar ketgan shu tarafgacha. O'rtada esa havuz va bog'. O'rtaga kelib, masalan, namozdan keyin dam olib, tasbih qilib, istirohat qilib o'tirishga yaxshi joy qaralgan. Hamma tarafda daraxtzor, ekinlar, gullar ekilgan. Yaxshi qaralgan. Mashalloh, havuzi ham bor. Xo'p, mana masjidning asosiy binosi. Mana shu yerda namoz o'qiladi. Xo'p, hozir masjidning ichini ham borib ko'ramiz. Ayollar qismi kirib o'tirmaymiz. Erkaklar qismi bilan bu taraf bilan o'xshash, faqat o'rtada parda qilingan. Masjidning ikki qismi buni olib qarasa bir xil. Mana masjid. Mana Xodimul Husayn. Hayat. Kitobxona nimalari bor. Mana bu nogironlar uchun, oyoq og'riyotganlar uchun o'tirib o'qiydigan, suyanib, mana imomni xutba qiladigan joyi. Hozir ichini ham ko'raman. Пожалуйста. Чего? Xo'p. Sizlarni ahrani ogohlantirdi. Mana bu tepadagi nimalar tushib ketadi deb bu yerda qo'yishgan ekan. Bu tarafga o'tmang. Boshingizga tushib ketmasin deb yaxshi ogohlantirishdi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu qism, mana masjidga kirdik. Armanistondagi yagona masjid. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh yozgan. Markazdagi asosiy qubba va yonida ikkita qubbalik yon qanot qismlari. Bu yer mana markaziy qismi mana shu yer. Bu yerdan ayollarning qismi bu taraf. Bu taraf esa shu erkaklarga, jamoatga berilgan qism. Mana shu yerda inshaalloh namozlar o'qiladi. Qur'oni Karim. Mafatihul Janon. Shia mazhabi asosida to'plangan hadis kitoblari. Tarjima ustozi Ilohil Qamashoni. Kulliyot. Duo kitobi ekan bu. Har xil duolarni jamlanmasi. Bu esa muhr, o'sha Shia mazhabidagi kishilar bilishadi, buni sajda qilganda peshonasiga qo'yishadi. Muhrdan ham ikkita uchta qo'yib qo'yishgan ekan. Mana yana bor ekan. Mana bu Qur'on har xil shakllari, ba'zilarini Karbalo tuprog'idan deyishadi. Sajdada peshonalariga qo'yishadi. Kattaroq ekan, eskiroq. Mana tayyor qo'yib chiqqanlari ham bor ekan. Ikkita qo'yib olibdi. 3 ta qo'yibdi.
Mana bu yerda chiqib xalqqa ma'ruza qilishadi. Salatu vassalamu alayka ya Rasululloh. Masjid O'zbekistonda masjidlarga ham juda o'xshab ketar ekan. Qurilish shakli haqiqatan turistlar kelgan. Imomlarni yaktagi. Qorasi ham bor ekan. Bu armani tiliga o'girilgan islom dini haqidagi ma'lumot berilgan. Qur'on dar islom. Islomda Qur'oni Karim shu haqida har xil boblar, har xil nimalar qilingan. Shia dar islom, islomda shiyalik deb nomlangan ekan bunisi. Shu. Xo'p. Qur'on dar islom bu ham shu. Asosan bir ikkita kitob. Qur'onni va shiyalikni targ'ib qiluvchi kitoblar. Bu arman tiliga o'girilgan ba'zi diniy kerakli matnlar. Xo'p. Fatihul Janon bu o'sha hadis kitobi Shiya manbasi. Bu kattarog'i. Asl keyingi shu bu diqqatimni torttirmay ekan. Bu gruzinchaga o'girilgan inglizcha gruzincha lug'at. Shunga o'xshash kitoblar. Mana bu har xil programmalar haqida ma'lumot. Imomning kabineti xonasida mana shu shaklda.